Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. SSR davrida ishlagan, lekin o'sha yillardagi ish staji pensiya hisobida to'liq ko'rinmayotgan pensionerlarni jiddiy yangilik kutishi mumkin. Bu gap faqat 1-2 odamga emas, zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, kasalxonada, qurilishda, temir yo'lda, pochta yoki boshqa tashkilotlarda ishlagan juda ko'p yurtdoshlarimizga tegishli. Agar sizning mehnat daftarchangizda eski yozuvlar bo'lsa, ayrim yillar tushib qolgan bo'lsa yoki arxidan ma'lumot topilmayapti deb aytishgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha eshiting. Chunki men bugun qaysi holatda pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin, qaysi holatda odam bekorga ovora bo'lmasligi kerak va eng muhimi qaysi hujjatlarni yig'ish zarurligini oddiy tilda tushuntiraman. Men sizdan bir narsani hoziroq so'rayman. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Odamlar esa o'z haqini vaqtida talab qila olmay qoladi. Men maqsadimni aniq aytaman. Siz o'z pensiyangiz, ish stajingiz va hujjatlaringiz bo'yicha nimani tekshirishingiz kerakligini bilib olishingiz kerak. Avvalgi yillarda pensiya tayinlanayotganda eng asosiy tayanch hujjat mehnat daftarchasi bo'lgan. Odam qayerda ishlagan, qachon ishga kirgan, qachon bo'shagan, lavozimi nima bo'lgan, shu yozuvlar asosida ish staji hisoblangan. Lekin SSR davrida yuritilgan hujjatlar bugungi kabi raqamli tizimda emas edi. Korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, birlashgan, ayrim arxivlar boshqa joyga ko'chgan, ba'zi hujjatlar yo'qolgan. Natijada pensioner pensiyaga chiqqan paytda uning haqiqiy ishlagan yillari to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1972 yildan 1985 yilgacha kolxozda ishlagan. Keyin 1996 yildan 1990 yilgacha zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida kolxozdagi ishga kirish yozuvi bor, lekin bo'shash yozuvi xira tushgan yoki muhr o'qilmaydi. Pensiya tayinlovchi organ bunday holatda ehtiyotkorlik bilan qaraydi va ayrim davrlarni to'liq stajga qo'shmasligi mumkin. Odam esa ko'pincha buni sezmaydi. Unga pensiya tayinlanadi, har oy pul oladi. Lekin aslida bir necha yil staji hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Hozir o'zgarayotgan jihat shundaki, ko'plab eski ma'lumotlarni arxivlar, elektron bazalar, tashkilotlarning huquqiy vorislari va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar orqali qayta tekshirish imkoniyati kengaymoqda. Bu degani, SSR davrida ishlagan pensionerlar o'z hujjatlarini qayta ko'rib chiqsa, ilgari inobatga olinmagan stajni tiklash, pensiyani qayta hisoblatish yoki hech bo'lmaganda pensiya hujjatlaridagi xatoni aniqlash imkoniga ega bo'lishi mumkin. Men bu yerda hammaga albatta pensiya oshadi deb va'da bermayman. Bunday va'da noto'g'ri bo'ladi. Lekin men aniq aytaman, agar sizning stajingizda bo'shliq bo'lsa, mehnat daftarchasida noaniqlik bo'lsa, eski korxonada ishlagan yillaringiz pensiya hisobida aks etmagan bo'lsa, siz tekshiruv o'tkazishga haqlisiz. Ko'p hollarda aynan shu tekshiruv odam uchun kutilmagan ijobiy natija beradi. Avval ko'p pensionerlar bitta fikr bilan yashardi. Pensiya bir marta tayinlandi, endi uni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu eng katta xatolardan biri. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham, keyinchalik yangi hujjat topilsa, ish staji tasdiqlansa, ish haqi haqida qo'shimcha ma'lumot aniqlansa, pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Albatta bu belgilangan tartib asosida ariza va hujjatlar bilan amalga oshiriladi. SSR davrida ishlaganlar uchun muammo ko'pincha 3 joyda chiqadi. Birinchisi, ish staji to'liq ko'rsatilmagan. Ikkinchisi, ish haqi haqidagi ma'lumot yetarli bo'lmagan. Uchinchisi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar noto'g'ri. Xira umursiz yoki imzosiz bo'lgan. Odam pensiya chiqqanda shoshilinch hujjat topshirgan. Nima qabul qilinsa, shu asosda pensiya hisoblangan. Endi esa vaqt o'tib farzandlari yordamida arxiv orqali yoki eski hamkasblar orqali yangi ma'lumot topishi mumkin. Masalan, bir ayol 1980 yildan 1992 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Pensiya tayinlanganda 1980-1987 yillar tasdiqlangan. Lekin 1992 yillar bo'yicha korxona nomi o'zgargani sababli hujjat topilmagan. Agar hozir arxivdan shu fabrikaga oid ish haqi vedomoslari yoki buyruqlar kitobi topilsa, o'sha yillar stajga qo'shilishi mumkin. Bu nafaqat umumiy stajni oshiradi, balki ayrim hollarda pensiya miqdoriga ham ta'sir qiladi. Yana bir misol. Erkak kishi 1975 yildan 1990 yilgacha qurilish trestida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin tashkilotning muhrida eski ruscha nom yozilgan. Keyingi hujjatlarda esa korxona boshqa nom bilan yuritilgan.
pensiya tayinlanayotganda ayrim yillar e'tiborga olinmagan. Agar u arxivdan falon tres keyinchalik falon boshqarmaga aylantirilgan degan ma'lumotnoma olsa zanjir tiklanadi. Natijada mehnat faoliyati uzluksiz bo'lganini isbotlash osonlashadi. Men birinchi navbatda mehnat daftarchasida SSR davriga oid yozuvlari bor pensionerlarga murojaat qilaman. Agar siz 1906, 1907, 1909 yoki 1990 yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni bir marta jiddiy tekshirib chiqing. Ayniqsa pensiyaga chiqayotgan paytda sizga bu yillar hisobga kirmaydi. Arxiv topilmadi, muhr aniq emas, buyruq raqami yo'q deb aytishgan bo'lsa, bu masalani qayta ko'tarishga asos bor. Ikkinchi guruh kolxoz va sovxozlarda ishlaganlar. Bu sohada ish stajini tasdiqlash doim ham oson bo'lmagan. Chunki ko'p joylarda odam doimiy ishchi bo'lganmi, mavsumiy ishchi bo'lganmi, paxta terimida qatnashganmi, chorvachilik fermasida ishlaganmi, dala brigaдаsidami, bu alohida tekshiriladi. Ayrimlarda mehnat daftarchasi umuman keyinroq ochilgan bo'ladi. Lekin bu odam ishlamagan degani emas. Bunday holatda kolxoz a'zoligi ish haqi qaydlari, mehnat kunlari, buyruqlar, arxiv ma'lumotlari yordam berishi mumkin. Uchinchi guruh ayollar. Ko'p ayollar SSR davrida ishlagan. Keyin farzand parvarishi sababli ishda tanaffus bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Pensiya hisobida ayrim davrlar noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, ayol maktabda laborant bo'lib ishlagan, keyin bog'chada tarbiyachi yordamchisi bo'lgan, keyin tikuv sexda ishlagan. Har bir joyning hujjati alohida tasdiq talab qiladi. Agar bitta davr tushib qolsa, umumiy staj kamayadi. 4-guruh zararli, og'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, shaxta, metallurgiya, kimyo san'ati, temir yo'l, issiq seks, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika va boshqa sohalarda ishlaganlar uchun nafaqat oddiy staj, balki ish sharoiti ham muhim bo'lishi mumkin. Bu yerda lavozim nomi, ish joyi, buyruq, tarif razryadi, shtat jadvali kabi hujjatlar ahamiyatli. Oddiy qilib aytganda, men zavodda ishlaganman deyish yetmaydi. Qaysi sexda, qaysi lavozimda, qaysi davrda ishlaganingiz hujjat bilan ko'rinishi kerak. Agar sizning mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, ishga kirish va bo'shash sanalari to'liq bo'lsa, muhr va imzolar o'qilsa, pensiya tayinlanganda sizga stajingiz to'liq ko'rsatilgan bo'lsa, ehtimol katta muammo yo'q. Lekin men baribir pensiya hujjatlaringizdagi hisoblangan umumiy stajni mehnat daftarchangiz bilan solishtirishni maslahat beraman. Chunki odam ko'pincha faqat hujjat borligini biladi, lekin pensiya hisobida aynan necha yil, necha oy, necha kun qabul qilinganini bilmaydi. Agar siz mustaqillikdan keyingi davrda ishlagan bo'lsangiz va ish beruvchingiz barcha ma'lumotlarni tizimga to'g'ri topshirgan bo'lsa, muammo kamroq bo'ladi. Chunki keyingi yillarda sug'urta badallari, soliq va ish haqi ma'lumotlari elektron shaklda ko'proq aks etgan. Lekin SSR davriga oid hujjatlar baribir alohida e'tibor talab qiladi. Birinchi holatni olaylik. Pensioneri 1960-yildan 1999 yilgacha sovxozda mexanizator bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasidagi yozuvda ishga kirgan sanasi bor, lekin bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan. Natijada 7 yil o'rniga 3 yil 6 oy qabul qilingan. Agar u arxivdan sovxozning buyruqlar kitobidan ko'chirma olsa, unda falonchi 1902 yil 11 martdan traktorchi etib qabul qilinsin va 1909 yil 20 noyabrda boshqa ishga o'tganligi sababli bo'shatilsin degan yozuv topilsa, qolgan davrni tiklash mumkin. 3 yil 6 oy qo'shimcha staj ba'zi hollarda pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Ikkinchi holat. Pensioner OPA 1979 yildan 1994 yilgacha kasalxonada sanitarka bo'lib ishlagan. Keyin 1995 yildan 1990 yilgacha hamshira yordamchisi bo'lgan. Mehnat daftarchasida kasalxona nomi eski tuman nomi bilan yozilgan, hozir esa tuman nomi o'zgargan. Pensiya organi hujjatni qabul qilgan. Lekin ish haqi haqida ma'lumot bo'lmagani uchun o'sha davr pensiya miqdoriga to'liq ta'sir qilmagan. Agar arxivdan ish haqi vedomoslari topilsa, ayrim hollarda o'sha davrdagi daromadni hisobga olish mumkin. Bu ayniqsa o'sha yillarda nisbatan yaxshi oylik olganlar uchun muhim. Uchinchi holat. Bir fuqaro 1990 yilgacha zavodda payvandchi bo'lib ishlagan. U o'zini oddiy ishchi deb o'ylaydi. Lekin payvandchilik ayrim ishlab chiqarish sharoitlarida imtiyozli stajga aloqador bo'lishi mumkin. Buning uchun faqat lavozim nomi emas, ish joyining turi, seks zararli sharoitni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi.
Agar bu hujjatlar topilsa, odam ilgari hisobga olinmagan huquqlarni ko'rib chiqishi mumkin. Agar topilmasa yoki lavozim ro'yxatga mos kelmasa, unda oddiy staj sifatida qoladi. 4-holat. Ayol kishi 1976-yilda ish boshlagan, 1990-yilda farzandli bo'lgan, 1993-yilda yana ishga qaytgan. Mehnat daftarchasida tanaffus bor. U shu yillar butunlay yo'qoldi deb o'ylaydi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikdagi tartibga qarab alohida baholanadi. Farzand parvarishi, ishga qaytish, ish joyi saqlanganmi yoki yo'qmi, buyruq chiqarilganmi, bularning hammasi muhim. Shuning uchun ayollar bu masalada shunchaki taxmin bilan emas, hujjat bilan tekshirishi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik, har qanday eski hujjat avtomatik ravishda pensiyani oshirib yubormaydi. Hujjatda aniq sana, tashkilot nomi, lavozim, buyruq raqami, mas'ul shaxs imzosi va muhr bo'lsa, uning kuchi yuqoriroq bo'ladi. Agar qog'ozda faqat falonchi bizda ishlagan degan umumiy gap bo'lsa, lekin qachondan qachongacha ishlagani ko'rsatilmasa, bunday hujjat yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi noziklik. Guvohlarning so'zi hamma holatda yetarli emas. Ko'p odam ikki hamkasbni tasdiqlab beradi deb o'ylaydi. Guvoh ko'rsatmasi ayrim vaziyatlarda yordam berishi mumkin, lekin arxiv hujjati, mehnat daftarchasi, ish haqi vedomosti, buyruq kitobi, shaxsiy kartochka kabi rasmiy hujjatlarning o'rnini doim ham bosa olmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda rasmiy manbalarni izlash kerak. Uchinchi noziklik, korxona tugatilgan bo'lsa ham bu hujjat yo'q degani emas. Tugatilgan korxonaning hujjatlari tuman, shahar, viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan korxonaning huquqiy vorisi bo'ladi. Masalan, eski zavod keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, boshqarma nomi o'zgargan, sovxoz fermer xo'jaliklari yoki boshqa tashkilotlarga bo'lingan. Shuning uchun korxona yo'q degan javobdan keyin darrov taslim bo'lmaslik kerak. 4-noziklik, ism familiya o'zgarishi. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'ladi. Ba'zan eski hujjatda qizlik familiyasi, keyingi hujjatda turmushdagi familiyasi yoziladi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, arxivdagi ma'lumotni bog'lash qiyinlashadi. Shuning uchun ayollar nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, eski pasport nusxalari bo'lsa, ularni alohida saqlash kerak. 5-noziklik, sana xatosi. Masalan, mehnat daftarchasida 1984 yil o'rniga 1985 yil yozilgan. Yoki buyruq sanasi bilan ish boshlagan, sana bir-biriga mos kelmaydi. Bunday xatolarni tuzatish uchun men shunday eslayman deyish yetmaydi. Asos bo'ladigan hujjat kerak. Arxivda buyruq shaxsiy varaqa, ish haqi qaydi. Kasaba uyushmasi hujjati. Harbiy xizmatdan keyingi ishga qabul qilish buyrug'i yordam berishi mumkin. 6-noziklik, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya faqat stajga emas, ayrim davrlardagi ish haqi ma'lumotlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz SSSR davrida yaxshi oylik olgan bo'lsangiz, masalan, murakkab ishlab chiqarishda, qo'shimcha to'lovli ishda yoki rahbarlik lavozimida ishlagan bo'lsangiz, ish haqi ma'lumotnomasini topish muhim. Lekin bu ma'lumotnoma oddiy shaklida emas. Arxiv yoki tashkilot tomonidan belgilangan tartibda berilgan bo'lishi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda bor barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnomalar, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, eski ish haqi ma'lumotnomalari, korxona tomonidan berilgan buyruq ko'chirmalari, kasaba uyushmasi bileti, faxriy yorliq, mukofot hujjatlari. Hatto eski ish joyidan berilgan tavsiynoma ham foydali bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlaringizda qancha staj hisoblanganini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli vakolatli organga murojaat qilib, sizga pensiya tayinlashda qaysi davrlar hisobga olinganini tushuntirib berishni so'rashingiz mumkin. Men oddiy savol berishni tavsiya qilaman. Mening umumiy ish stajim pensiya hisobida necha yil, necha oy, necha kun deb olingan va qaysi davrlar hisobga kiritilmagan? Shu savolning o'zi ko'p narsani ochib beradi. 3-qadam, mehnat daftarchangizni qog'ozga alohida jadval qilib yozib chiqing. Masalan, 1970 yil 1 sentabrda ishga kirganman. 1993 yil 12 mayda bo'shaganman. Tashkilot nomi falon. Keyingi ish 1993 yil 20 maydan 1990 yil iyungacha. Shu tarzda butun mehnat yo'lingizni yozing. Keyin pensiya organi hisoblagan staj bilan solishtiring. Agar sizning hisobingizda 35 yil chiqsa,
Pensiya hujjatida 31 yil ko'rsatilgan bo'lsa, demak 4 yil bo'yicha savoli bor. 4-qadam, qaysi davr tushib qolganini aniqlang. Masalan, 1986-1990 yillar hisobga olinmagan. Endi aynan o'sha yillar bo'yicha arxivga murojaat qilasiz. Arizada tashkilot nomini, taxminiy ishlagan davringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham, hozir bilgan nomini ham yozing. Qancha aniq yozsangiz, arxiv xodimlariga shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, arxivga yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi, falon yillarda falon tashkilotda ishlaganman. Pensiya hujjatlarini to'ldirish va ish stajimni tasdiqlash uchun ishga qabul qilish, bo'shatish, lavozim, ish haqi va boshqa tegishli ma'lumotlar bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Bunday ariza oddiy, tushunarli va aniq bo'lishi kerak. 6-qadam, javobni kuting va javobni ehtiyotkorlik bilan o'qing. Ba'zan arxiv hujjatlar saqlanmagan deb javob beradi. Bu yomon, lekin yakuniy nuqta emas. Siz boshqa arxivdan, tashkilotning huquqiy vorisidan, tuman hokimligi arxividan, viloyat arxividan yoki tegishli soha boshqarmasidan ma'lumot izlab ko'rishingiz mumkin. Ba'zan birinchi murojaatda topilmagan hujjat boshqa fond nomi ostida chiqadi. 7-qadam, hujjat topilsa, pensiya organiga qayta murojaat qiling. Arizada yangi aniqlangan hujjatlar asosida ish stajimni qayta ko'rib chiqishingizni va pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, familiya o'zgarishi bo'lsa, tegishli guvohnoma nusxasini ilova qiling. 8-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga bo'lmaydi, kerak emas, foydasi yo'q deyishsa, xotirjam tarzda yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Ana shunda keyingi qadamni tushunish mumkin bo'ladi. Qo'shimcha hujjat kerakmi? Boshqa arxivga murojaat qilish kerakmi? Yoki yuqori tashkilotga shikoyat yozish kerakmi? Men sizni yana bir narsadan ogohlantiraman. Ayrim odamlar men sizga eski stajni tiklab beraman, pensiyangizni aniq oshirib beraman, arxivsiz hal qilamiz deb pul so'rashi mumkin. Bunday va'dalarga ehtiyot bo'ling. Rasmiy hujjatsiz pensiya masalasini hal qilish juda xavfli. Siz faqat qonuniy yo'l bilan ariza, arxiv, rasmiy ma'lumotnoma va vakolatli organ orqali harakat qiling. Yana bir xato, odamlar hujjatlarni topshirib, nusxa olib qolmaydi. Har bir topshirilgan hujjatning nusxasini o'zingizda saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini yozib oling. Elektron murojaat qilsangiz, tasdiqlovchi xabarni saqlang. Arxivdan javob kelsa, asal nusxani ehtiyot qiling, bir necha nusxa tayyorlab qo'ying. Chunki eski hujjat bir marta yo'qolsa, uni qayta tiklash yana vaqt oladi. Yana bir muhim jihat, farzandlar ota-onasiga yordam berishi kerak. Ko'p pensionerlar arxivga borish, ariza yozish, eski tashkilot nomlarini izlash, hujjatlarni solishtirishda qiynaladi. Farzandlar mehnat daftarchasini ko'rib chiqsa, internetdan arxiv manzilini topsa, ariza matnini yozib bersa, bu katta yordam bo'ladi. Ba'zan ota-ona o'z haqqini talab qilishdan tortinadi, lekin bu xayriya emas. Bu ularning mehnat uchun qonuniy huquqidir. Men bu mavzuni syurpriz deb atayotganimning sababi shundaki, ko'p pensionerlar o'z pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkinligini bilmaydi. Ular men 10 yildan beri shu pensiyani olayapman, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Lekin yangi hujjat topilsa, ilgari hisobga olinmagan ish staji tasdiqlansa, xato aniqlansa, masala qayta ko'rilishi mumkin. Syurpriz shunda, odam yillar davomida oddiy deb o'ylagan bir qog'oz, masalan, eski buyruq ko'chirmasi yoki arxiv ma'lumotnomasi pensiya hisobida muhim rol o'ynashi mumkin. Biroq men yana ta'kidlayman. Natija har bir odamda har xil bo'ladi. Kimdadir pensiya oshishi mumkin, kimdadir faqat hujjatlar tartibga keladi, kimdadir esa qo'shimcha staj pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin tekshirmasdan turib buni bilib bo'lmaydi. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarini ko'rish, stajni solishtirish, arxivga murojaat qilish va rasmiy javob olishdir. Bugun men sizga SSR davrida ishlagan pensionerlar uchun eng muhim masalani tushuntirdim. Eski ish staji, arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasidagi noaniqliklar va pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1960, 1970, 1980 yoki 1990 yillarning boshida ishlagan bo'lsa, hujjatlarni befarq qoldirmang. Mehnat daftarchasini pensiya hisobidagi staj bilan solishtiring.
tushib qolgan yillarni aniqlang. Arxivga murojaat qiling. Yozma javob oling va yangi hujjatlar bilan pensiya organiga ariza bering. Mening asosiy maslahatlarim shunday. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Hamma narsani yozma qiling. Hujjat nusxalarini saqlang. Familiya o'zgarishi va eski korxona nomlariga alohida e'tibor bering. Eng muhimi, endi kech bo'ldi deb o'ylamang. Agar hujjat bo'lsa va huquqiy asos bo'lsa, masala ko'rib chiqilishi mumkin. Agar sizda SSR davridagi ish staji bo'yicha muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz, qaysi hujjat yetishmayapti? Arxivdan javob oldingizmi yoki yo'qmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bugun eshitilgan bir maslahat ertaga kimningdir pensiya huquqini tiklashga sabab bo'lishi mumkin.